Irlandiya Respublikasida Dublin. Hozirda Dublindaman. Ko'ringlar, shahar juda chiroyli. O'rtada daryo o'tgan. O'ng taraf ham shahar, chap taraf ham. Uyingiz bo'lsa, yashasizlar suv bo'yida va ertalabda yugursiz. Yevropa ittifoqiga qo'shilgan. Yevropa hozirgi kunda 22 ta davlat bo'lsa, ittifoqida orasida bor, g'arb tarafida joylashgan. Eng qimmat shaharlardan biri hisoblanadi Yevropaning, sababi bu yerda oziq-ovqat, arenda uylar narxi juda qimmat. Talab ko'p, lekin talabni qondirish uchun uylar juda kam. Shuni hisobiga narxlar oshib boryapti. Nima deb o'ylaysizlar? Yashashga arzirli shaharmi yo'qmi? Tasavvur qilinglar, nima uchun qimmat deyapman? Bir dona burger, suv, french fries, shu uchalasini kombo qilib olganinglarda o'rtacha narx 18-20 yevro. Izohda fikringlar qoldiringlar.